Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, bankimizga xush kelibsizlar. Shu kunga bo'layotgan yoshlar uchrashuvi, qolaversa tadbirkorlar uchrashuvida sizlarni hozirgi produktlar bilan tanishtirish uchun ozgina bo'lsa ham vaqtingizni olaman. Hozir hamroh ayol bo'yicha siz sizga hamroh ayoldan yattita qilib ochasiz. Tartiblari, savdo sanoat palatasi ariza kiritasiz. Keyin 5 kun ichida o'qishingiz bo'ladi. Sertifikatga o'qib kelganingizdan keyin tadbirkorlik hisob raqamingizni ochib, sizga paytlar ketaveradi. Kreditlarni 100 milliongacha garovsiz, 100 milliondan yuqorisi garovlik bilan beramiz. Chorva yo'nalishi, tikuvchilik, hamma ishlab chiqarishlar bor. Qolgan tadbirkorlarga aylana mablag'iga 25% kreditlarimiz bor. Sizlar agar tadbirkorlik qilaman desanglar, faoliyatinglar kami 6 oy оборот aylangan bo'lishi kerak tadbirkorlarda. Undan tashqari mashina garov qo'yib, moliya ko'mak kreditlarimiz bor. Undan oladigan bo'lsanglar, o'zini band qilishga bor. O'zinglarni band qilsanglar 25% dan 100 milliongacha beramiz.